Janob Rasulullohning bu dunyodagi oxirgi so'zlari usikum bis-sola, usikum bis-sola, usikum bis-sola. Namozga ehtiyot bo'ling. Namozga ehtiyot bo'ling. Namozga ehtiyot bo'ling. Ummatim deb Janob Rasululloh oxirgi nafasda, oxirgi daqiqalarda ummatim deb omonat topshirdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz va Allohga qaytguvchimiz. Payg'ambarimizning vafotlari munosabati bilan ko'p sahobalar musibatga botishdi. Bir xillari tildan qolganligi, bir xillari oyoqsiz bo'lib qolganligi, bir xillari eslarini yo'qotib hushsiz bo'lib yerga yiqilganliklari. Shunda Abu Bakr Siddiqning shijoatlari sezilgan ekan. Odamlarning musibatga botib qolganliklarini ko'rib, minbarga chiqib, "Ey birodarlar, o'zingizlarni qo'lga olinglar. Sizlar Allohga bandamisizlar yo Muhammadga bandamisizlar? Agar Allohga banda bo'lsanglar, Alloh o'lgani yo'q. Muhammad ham sizu bizga o'xshagan bashar farzandi, inson bolasi. Dunyoga kelgan inson borki, ketmasdan ilojisi yo'q. Umr intihosiga yetgandan keyin omonatni bermasdan ilojisi yo'q. Muhammad ham mana dunyodan o'tdi. Sizlar o'zingizlarni qo'lga olinglar" deb sahobalarga qarata turib, Allohning kalomi Qur'ondan "Astaizu billah, kullu nafsin za'iqatul maut." Har bir jon egasi borki, o'lim sharbatini tortmasdan ilojisi yo'q degan oyatni eslatdilar. Sahobalar bu oyatni biz bir qancha marotaba o'qisak ham, bugunchalik bizga ta'sir qilmagan deb e'tirof qilgan ekanlar. Shunda Abu Bakr Siddiq Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam yotgan hujrai muborakka kirib, payg'ambarimizning yuzlarini ochib, yig'lab, ko'zlaridan yosh oqib, yuzlaridan o'pib, "Otam, onam sizga fido bo'lsin, birodarim Muhammad. Tiriklik paytingizda qandoq pok domon bo'lsangiz, o'lganingizda ham xuddi shundoq poksiz" deb yig'lab yuzlaridan o'pdilar. Hazrati Oysha onamiz ham yig'lagan ekanlar. Hayotida bir marotaba yaxshi kiyim kiymagan zot, yumshoq o'rinlarni bo'yralarga almashtirgan zot, ikki dunyosi poklangan bo'lsa ham, jannat bashorati berilgan bo'lsa ham, Allohdan mag'firat so'rab, tavba qilib kechalari uyqusiz ibodatda o'tgan zot, ey Allohning habibi Muhammad deb yig'lagan ekanlar. Payg'ambarimizning vafotlaridan keyin shunday bir mo'jizalar bo'lib o'tgan ekanki, hattoki tilsiz bir jonivor, hayvon bo'lgan, minib yurgan Ya'fur degan eshaklari o'zini quduqqa tashlab o'lgan ekan. Tuyalari bir necha kun mobaynida ovqat yemasdan, ochlikdan dunyodan ko'z yumgan ekan. Janob Rasulullohga savdosh bo'lgan, payg'ambarimizga izdosh bo'lgan, eng yaqin yonlarida yurgan sahobalardan bo'lgan Bilal Habashi azon etolmay qolgan ekanlar. Sahobalar iltimos qilishgan ekan, "Ey Bilal, bir azon eting. Rasulullohning davri durdonalarini bir eslaylik. Bir azon eting, payg'ambarni ko'rganday bo'lamiz siz azon etganingizda. Azonni biz eshitaylik" deganlarida Bilal Habashi yig'lab turib javob bergan ekanlar, "Ey birodarlar, men endi azon etolmayman. Azon etkin deb meni zo'rlamaylar. Azonda Muhammadning nomi bor, kalimalarda Muhammadning nomi bor. Muhammadning nomi tilimga kelganda yuragim ezilib ketyapti. Men endi azon etolmayman" deb bir qancha muddat o'tgandan keyin Bilal Habashi ham dunyodan ko'z yumib o'tgan ekanlar. Mana shu oxirgi daqiqalarda, oxirgi nafasda ummatni eslab, ummatim deb jon bergan payg'ambarga sodiq ummat bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin. Qiyomatda Allohning rahmatiga, payg'ambarimizning shafoatiga noil bo'lgan baxtli ummatlarning qatoridan joy olishimizni Alloh nasib etsin.